Olmadan blinchik tayyorlanishi haqida eshitganmisiz? Men ham eshitib hayron qoldim va tayyorlashga kirishdim. Ilitib olingan sutga tuxumlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Shakar hamda o'simlik yog'ini ham birin-ketinlikda solamiz. Sutli massamizni chetga olib, alohida idishda olmalarimizni yaxshilab tozalab, qirg'ichdan chiqarib olamiz. Pyure holiga kelgan olmalarimizni sutli massaga solib, bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan olmali massamizga oldindan elab olingan unimizni solamiz. Ketidan tuz hamda sodani solib, venchik yordamida bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Tayyor xamir xuddi blinchikni xamiriga o'xshagan quyuqlikda bo'ladi. Tovamizni gazga qo'yib, nomiga yog'lab olamiz. Xamirlarimizni bir cho'michdan solib, xuddi blinchikka o'xshab orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Olmali blinchiklar bunaqa mazali bo'ladi deb hech ham o'ylamagandim. Siz ham albatta shu usuldan foydalanib tayyorlab ko'ring. Ta'mi og'zingizda qolishi aniq. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.